va'da qilingan natijani bugun sizlar bilan bo'lishaman. Esinglarda bo'lsa, storieslarimda qora sedana malhami haqida gaplashgan edik. Sizlarga va'da berdim. 10 kun, uzog'i 15 kunda sizlar bilan natijasini realniy bo'lishaman deb. Hozir sizlarga уже mana ichgan qaynonam yarmini realniy otsifini yashirin kamerada olgan videoroligimni joylayman. Qora sedanani ichyapsizmi? Ha, ichyapman. Yaxshi, uyqularim yaxshi bo'lib qoldi. Ichlarim yaxshi, qabziyat yo'qoldi. O'zimni yengil his qilyapman. Yaxshi. Ikkinchi hafta ketyapti. Yaxshi natijasi bor. Yaxshi. Kamayganda aytsangiz, yana aytib yuboramizda. Yana boshqa nimalar yo'qmi? Asali bor qilgan, Qirg'iziston asali. Keyin zaytun moyi bor ekan. Ikki xil. Mana buni ichib ko'raychi. Qora sedana, zaytun moyi, tog' asali aralashmasidan xuddi mana shunaqa malham tayyorlangan bo'ladi. Buni ertalab och qoringa ichasiz va sizdagi qiyinchilik tug'dirayotgan qabziyat, ichki og'riqlar, bo'g'imdagi og'riqlar, hattoki sababsiz bosh og'riqlari, uyqungiz yaxshilanishi, vasvasa, hattoki ba'zi hollarda rak kasalini ham oldini oladi. Yana bitta narsa, hamma narsa to'g'ri Allohdan. Lekin homilador bo'la olmayotgan ayollarimizga ham o'z yordamini beribgina qolgan. Profillarni отметка qilib qoldiraman. O'zlariga murojaat qilasizlar. O'zlarini profilida chestniy otsiflar bilan bo'lishgan. Zakaz berishingiz mumkin. Dostavka xizmatlari mavjud.